Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli mani kuzatuvchilarim. Men sizlarga mana shu kommentariy yozganlaringiz uchun, meni kuzatib, yaxshi fikrlar bildirib turganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Yanada qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Bugun sizlarga yana bitta chiroyli anekdot aytib bermoqchiman. Mana shu Rossiya tomonlarda baliq ovlashni yaxshi ko'rishadi, bilasizlar, insonlar. Bitta kattaroq должностьdagi mana ministr borib baliq ovlashga qarmoq tashlab o'tirsa, qarmog'iga bitta tilla baliq ilinib qolibdi. Tilla baliqni tutibdi-da, endi olib ketaman deb turganda tilla baliq yalinib boshlabdi. Iltimos debdi, meni qo'yib yubor debdi. Men bilasan debdi, kimni niyati bo'lsa amalga oshirishga qurbim yetadi debdi. Tilagingni, men sen tilagingni bajaraman, sen meni qo'yib yuborasan debdi. Shunda boyagi ministr o'ylab turibdi-da, bundan nima so'rasam ekan, hamma narsam bo'lsa debdi-da, aytibdiki, menga debdi butun Rossiyani debdi o'zbeklardan tozalab berasan, o'zbeklarni o'zini yurtiga jo'natib borasan-da, menga o'zbeklardan Rossiyani tozalab berasan desa, boyagi baliq o'ylanib turibdi-da, aytibdiki, извини, дорогой debdi, я сам из Sirdaryo degan ekan. Bu degani baliq ham O'zbekistondan borgan ekan. Chiroyli anekdot bo'lgan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bittadan like.